Yashamoq. Xitoy yozuvchisi Yuy Xuaning eng mashhur va eng og'ir ruhiy ta'sirga ega asarlaridan biridir. Bu asar inson hayoti qanchalik og'ir bo'lmasin, tirik qolishning o'zi ham bir jasorat ekanini ko'rsatadi. Yuy Xua 1960-yilda Xitoyda tug'ilgan. U dastlab stomatolog bo'lib ishlagan, keyin adabiyotga kirib kelgan. Uning yozuvchi sifatida shakllanishiga Lu Xun va g'arb adabiyoti kuchli ta'sir ko'rsatgan. Yuy Xua ijodining asosiy mavzulari zo'ravonlik, og'riq, insonning ojizligi, taqdir oldidagi kuchsizligidir. Dastlab u juda shafqatsiz, keskin uslubda yozgan. Keyinchalik Yashamoq kabi asarlarida u soddaroq, yanada chuqur yo'lni tanlaydi. Yashamoq asarida bosh qahramon Fuguining butun umri tasvirlanadi. U dastlab boy oiladan chiqqan, yengil-yelpi, beparvo hayot kechiradigan odam bo'ladi. Qimor, behuda yashash oqibatida u bor boyligidan ayriladi. Shundan keyin uning hayoti faqat yo'qotishlardan iborat bo'lib qoladi. Fugui ota-onasidan, xotinidan, farzandlaridan ayriladi. Urush, ocharchilik, siyosiy kampaniyalar bularning barchasi uning taqdiridan o'tadi. Asarning eng kuchli tomoni shundaki, Fugui isyon qilmaydi, hayotdan qasos olmaydi, shunchaki yashaydi. Yuy Xua bu orqali hayotning ma'nosi ba'zan baxtda emas, balki chidashda, sabrda, tirik qolishda ekanini ko'rsatadi. Asar kitobxonni achchiq haqiqat bilan yuzlashtiradi. Hayot adolatli emas, lekin baribir yashash davom etadi. Yashamoq asarida ortiqcha bezak yo'q. Til sodda, ammo juda og'ir. Har bir o'lim, har bir yo'qotish xuddi sokin ohangda aytiladi. Lekin aynan shu sokinlik asarni yanada dahshatli qiladi. Kitobxon yig'lamasligi mumkin, lekin ich-ichidan eziladi. Asar falsafiy jihatdan shuni aytadiki, inson hayot ustidan emas, hayot inson ustidan hukmron, lekin baribir yashashdan boshqa chorasi yo'q. Bu asar Xitoy tarixidagi murakkab davrlar, fuqarolar urushi, Mao davridagi siyosiy o'zgarishlar fonida yozilgan. Lekin u faqat Xitoy haqida emas, butun insoniyat taqdiri haqida. Shu sababli Yashamoq dunyo adabiyotida juda yuqori baholanadi. Film ham ishlangan.